Shu lahzada, shu onda tebranib turar jahon, qay bir yurt o't ichida, qay biri bo'lmish vayron. Shu lahzada, shu onda qaydadir toshar ummon, qay tog'da giyoh unmas, ko'ksin kuydirar vulqon. Shu lahzada, shu onda ko'kka otilmish paykon, shum sayyodning qasdidan burgut qular chalajon. Shu lahzada, shu onda ona yig'lar bag'ri qon, majolsiz bolasiga topolmas bir burda non. Shu lahzada, shu onda bevatan qancha inson xunrezlik va jaholat poyida bo'lmish qurbon. Shu lahzada, shu onda kimdir bemor bezabon, kimdir molu dunyo deb elidan tondi oson. Shu lahzada, shu onda tegramiz to'kis qo'rg'on, duo qilib momolar hovliga ekar rayhon. Ko'z tegmasin bu baxtga, shukr qiling qadrdon, osmoni musaffo yurt, tinch bo'lsin otamakon. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, Saodat jurnalining bosh muharriri, shoira Munavvara Usmonova.